Judayam baquvvat, joni qattiq, aqlli granulyatorlar olib kelib qo'yganmiz. Video davomida narxlarini, ishlatish tartibini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qani, boshladik unda biz. Mana bu granulyatorlarimiz hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan 4 va 5-avlod granulyatorlari 220 voltda uy sharoitida bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Yaqinroq olib kelingda. Korpuslari juda ham baquvvat ishlangan, yopiq panelli hisoblanadi. Mana bu yerda aqlli deganimiz sababi mana bu yerda o'zini avtomatlarigacha bor, tayyor qilib qo'yilgan. Siz daqiqasini qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun, yarim soat ishlatmoqchi bo'lsangiz, 1,5 soat ishlatmoqchi bo'lsangiz, misol uchunda o'sha 1,5 soat ishlatmoqchi bo'lsa, bitta setning knopkalari bor. Mana knopkalar hammasi bosiladi. Shularni bosib, ligrovkasini qilib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Va undan tashqari, misol uchun bir kunda qancha daqiqa ishlatdingiz, necha soat ishlatdingiz, hammasini mana tabloda o'zi ko'rsatib turadi. Faqat siz bosib ko'rib olsangiz bo'ldi. Undan tashqari yana bularning qulayliklari juda ham ko'p. Misol uchun, ishlatayotgan paytingizda elektrdan nimadir nosozlik holatda elektr sizib chiqsa yoki bo'lmasa nima desam bo'ladi, motoriga nagruzka kelsa, o'zi avtomatik o'chiradi. O'zini aqlli, mana miyasi bor o'zini. Mana knopkalar bekorga bas. Mana shular o'zi miya hisoblanadi. Motoriga nagruzka kelganda o'zi taqatab o'chiradi. Misol uchun, tabloda E31 chiqib turibdi. Misol uchun, E31 chiqib turgan holatda qanaqa bo'ladi? Mana yerda E31 chiqdi, mashina o'chdi. Demak, ishlatayotgan paytingizda tokingiz juda ham yuqorilab ketgan. Ya'ni 265 voltdan yuqorilab ketsa, o'zi avtomatik uzadi, motorni urib qo'ymasligi uchun tokda ko'tarilib ketgan uzadi. Masalan, E32 yozuvi chiqib turaveradi. Misol uchun E32 yozuvi nimaga chiqadi? Ishlatayotgan paytingizda tokingiz 165 voltdan, 170 voltdan pastga tushyaptimi? Motor zo'r qilib ishlayotgan hisobiga yana o'sha avtomatik mana miya harakatga kelib, sirasi motorni kuydirib qo'ymaslik uchun avtomatik o'zi o'chadi. Bu mana misol uchun yana joyiga kelgandan keyin yoqsiz o'sha avtomatik ishlab ketaveradi. Mana bu narsa o'zi tashlab yuboradi. Yoqsiz, masalan, to'kiz joyiga kelgandan keyin bemalol yana ishlab ketaveradi. Soatiga bu granulyatorlarimiz 100 kilodan 150 kilogacha matrisani tishiga qarab, misol uchun 2,5lik, 4lik, 6lik, 8lik bemalol ishlab chiqarib beraveradi. Undan tashqari qo'shimcha mana bu yerda o'zini valyonkalari bor. Mana bu yerga solib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yana undan tashqari mana bu yerda yog'ni o'zini quyadigan idishlarigacha bor. Mana bu yerda u kunlar kelib, misol uchun mana ko'ring, kondensator deyiladi buni. Motorda yurgizib beradigan narsa. Kunlar kelib, misol uchun bir 5-6 yildan keyinmi, 7 yildan keyinmi, qancha ishlatganingizdan keyin ham kondensator ketib qoladigan bo'lsa ham, misol uchun buzilib qoladigan taqdirda ham buni o'zi zavod zaxira o'rindig'i sifatida sizga beradi. O'zini perchatkilari bo'ladi. Mana bu yerda ключlarigacha bor. Zavodda o'zini chista, o'zini zavodskiy ключlari bemalol mana yerda bo'shatib, ligrovkasini qilsangiz bo'laveradi. O'zini alohida yana ключlari bor naborida. Mana bu yerda bo'lsa matritsani diskda, misol uchun 4 litishda ishlatyapsiz, 6 litish qo'ymoqchisiz yoki 2,5lik brullerlarda starter ustini qo'ymoqchisiz, misol uchun 2 lik bo'shatib turib, mana uni bo'shatib turib, buni qatirib bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi. Zavodskiy o'zi zavod beradi bu narsasini ham. Mana yerda o'sha diskni bo'shatishingizdan oldin mana 3 ta roligida olganingizdan keyin ishlatiladigan 38 dan 42 gacha tushadigan o'zini mana zavodskiy sovg'asi. Disklarni tozalagani, misol uchun ichlariga kirib qolganda tozalab, aytib qarab tursangiz bo'ladi. Ana narsasi bo'lsa zavodskiy o'zida keladi bu ham. Matritsa bilan valigda orasidagi narsa qatirib qo'yadigan buni ham. O zavodskiy o'zi bo'ladi, yana zaxira sifatida ikkita beradi. Bu yana zavod biz uchun juda ham qayg'uradi. Xitoyda ishlab chiqarilgan toza, shu 100% zavodskiy bo'lgani uchun zavod mana shu narsalarni o'zi komplektida beradi. Biz yana qo'shimchasiga biz yana matritsa ham beramiz.
bunaqa matritsa qo'shib beramiz. Bizdan xarid qilgan mijozlarimiz uchun. O'sha aytib o'tganimdek, mana bu yerdan yaqinroq olib keling-da. Mana bu yerdan start stop knopkalari bor. Misol uchun tokka suqdingiz, hali men sizlarga granula chiqarib ishlatib ko'rsatib beraman bu modelda. Tokka suqqaningizdan keyin, hali tokka suqqanim yo'q, boshqa ish qilishyapti yonimizda. Misol uchun mana yerdan bemalol yoqaverasiz. Batda o'zini voltmetrlari bor. Naryoqda ham motorda amperini, volt ko'rsatib turadi. Hali ko'rsatgan joyimda. Mana bu yerda ham volt ko'rsatib turadi. Necha volt ishlayapti, qanaqa holatda ish bo'layotganini. Mana start stop knopkasi bu ishlayotganini ko'rsatib turadigan. Buni bitta yoqasiz. Misol uchun favqulodda holatlar bo'lsa, misol uchun Xudo ko'rsatmasin birorta yosh bola ishlayotgan paytda birorta korxol bo'lsa yoki boshqa bir narsa bo'ladigan taqdirda bir narsa tiqilib qolsa, start stop knopkasini bitta bosasiz, o'zi avtomatik tup etib to'xtaydi. Xuddi shu narsa, xuddi shu funksiyalar, xuddi shu nimalar hammasida bor. Bu ko'rsatganim, e'tibor bergan bo'lsalaring, bu 3 ta rolikligi. Yaqinroq olib kelib ko'rsatingda, bu 3 ta rolikligi. Endi xuddi shuni akasi bor mana bu yerda. Bu 4 ta rolikligi. Juda ham zo'r, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Men hali video davomida sizlarga ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib beraman yana. Xuddi shu narsalar, mana unda tushuntirib o'tgan hamma yo'qlarim mana bunda ham bor. Misol uchun birdaniga buni qizitmasdan birdaniga ko'p narsa sovordingiz, boshqa bo'ldi yoki bo'lmasa valigida tortib qo'ydingiz, har qanaqa holat bo'ldi deylik. O'sha holatda ham mana bu o'zini miyasi, yaqinroq olib keling-da. Mana bu qulf kaliti bor. O'zini miyasi yana avtomatik o'chiradi. U holatda E73 yoki E74 degan yozuv chiqadi. Mana bu yerda o'zi yozib qo'ygan, qanaqa yozuvlar chiqishini. O'sha holatda ham o'zi o'chiradi. Xullas, motorni ehtiyot chorasi sifatida motor kuymasligi uchun juda ham ko'plar sabablar qilingan. Juda ham ko'p sabab qilingan. Ana shu holatda bemalol qo'rqmasdan ishlatsangiz bo'ladi. Bu 4-avlod granulyatorlari, undan keyingilari juda ham bir korpusi haqiqatda baquvvat bo'ladi, juda ham. Bitta ko'rsangiz o'zingiz hayron qolasiz. Yonidan ko'rgan baribir boshqada, bir telefonda baribir ko'rganingizda unchalik bilinmaydi yoki kichkina o'xshab ko'rinishi mumkin. Juda ham baquvvat. Mana misol uchun, mana yerdan 4li yoki 6lida chiqaryapsiz, tishini oldingi eski, ya'ni 2-avlod, 3-avlod mashinalarda polностью bo'shatib, tishlarini ligrovka qilardingiz. Tishini mana yerdan uzun kaltaligini mana shu yerdan osongina atvorkani shunday bo'shatib turib, past baland qilib ligrovka qilsangiz bo'ladi. Juda ham oson. Korpusi preslangan, butun po'latdan yasalgan, bitta ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar. Mana yerda ham shunaqa, xuddi shunaqa, unda kichkina edi. Mana yerda voltmetrlari bor. Mana bu yerda ham o'zi ko'rsatib turadi, necha holatda, qanaqa holatda ishlayotganini. Batdan o'chirib yoqasiz. Bu yashil knopkasi ishlayotganini, vazifasini bajaradi. Ya'ni yonib tursa, ishlayapti degani, bu degani. Xuddi ana unda funksiyalar, mana 4-avlodda hamma yo'qlari bunda ham bor, bir xil bo'ladi. Bunda ham mana bularda ham o'zini sovg'alari, 6li matritsa qo'shib beriladi. 3 ta rolikligi bo'ladi. Undan keyin yana 4 ta rolikligi bor. Juda ham sifati zo'r. Mana yaqinroq olib keling-da. Xuddi o'sha narsa, faqat bunda yonida eshik qilmagan, mana bunda mana. Bu juda ham baquvvat. Juda ham baquvvat ishlangan. Xuddi anu ko'rsatgan narsam mana yerda 4-avlodda ko'rsatgan narsam o'sha 5-avlod hammasida bor. Mana ko'rgan, e'tibor berayotgan bo'lsalaring, mana hammasida bor. Bu misol uchun mana knopkasini aytmagan bo'lsam, mana knopkasi buni ishlayotganini ko'rsatib turadigan knopka. Masalan, bir oyda 20 kunda bir test holatida, misol uchun ishlayib turgan holatida bas, yem chiqarayotgan, granula chiqarayotgan paytda bas, shunday yoqib turib, mana knopkani bossangiz bo'ladi. O'sha ishlayotganini o'sha ko'rsatib turadi, u ham o'chirib beradi, shunday taqataq o'chirib beradi. Juda ham sifati zo'r. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Uy sharoitida 220 voltdan motori bularda ham 5,5 kilovatli bo'ladi. Mis motorli bo'ladi 100%. Alyumin aralashgan 4,5 kilovat yoki 4 kilovatli motorlardan bas. Iltimos adashtirib olmaysizlar. Yaqinroq olib kelingda, undan keyingi modelimiz mana ko'ring. Undan keyingi model 4 ta rolikli bo'ladi. Xuddi shunaqa 4-avlod, 5-avlodda bor narsalar bir xil. Hamma yo'g'i bir xil, faqat korpuslari juda ham baquvvat ishlangan. O'sha aytganimdek, butun preslangan po'latdan o'sha yasalgan bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa tishlarini, ligrovkalarini bemalol osongina kalta yoki baland qilib qo'yasiz bo'ladi. Bu don tushib turadigan anti-splash. Mana chachrab ketmaslik uchun ustiga nima qilib qo'ygan granulani. Juda ham baquvvat ishlangan. Mana shu oddiy shuni o'zi ham. Bu roliklari ham bitta ko'ring. Roligini
Oyoqlarini ko'rsating. Juda ham baquvvat. Alyuminiyda qotishmasdan tayyorlangan deydi. Zavodimiz shunaqa bergan. Juda ham baquvvat. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Misol uchun 4-avlod, 5-avlod bu. Bulardan tashqari men sizlarga yana ko'rsatib o'tiraman. Pulini ham aytaman hozir. Mana. Bitta ko'rsatingda buni ham. Endi bu faqat roliga aylanadigan. Hali ko'pchilik mijozlarimiz bizga bu tarafdan ko'rsatingda mana. Ochilishini qarang. Hop. 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 Mana. Bitta olib, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mana ba'dan bo'shatib. Oson. Juda ham oson. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu haligi roligini o'zi aylanadigan mijozlarimiz so'rab qolishadi. Roligini o'zi ham aylanadimi? Unaqasi bormi deyshadi. Bor albatta. Bundan arzonroq modellari ham bo'ladi. Hozircha shu oxirgi avlod mashinalari. Narxlarini aytib o'taman men sizlarga. Narxlarini mana qarang. Bularni bitta mana misol uchun bitta disk bilan mana ichida komplektli narsalarni ko'rdingiz. Hamma yo'qlari bilan narxini $900 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Kelishilgan holda inshaalloh eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Undan keyingisi mana bunisi. Bu 4 ta rolikli bo'ladi. Xuddi shuni akasi hisoblanadi. Bu 3 ta rolikli, bu 4 ta rolikli. Buni $1000 qilib beramiz, xudo xolasa. Kanalimizga obuna bo'lib, bizga aloqaga chiqqan mijozlarimiz uchun maxsus chegirmalarimiz bor. Undan keyingisi 4-avlod edi. Bular 5-avlod, haligi preslangan po'latdan yasalgan juda ham baquvvat. O'sha 220 volt ishlaydigan model. Bu 3 ta rolikligini, xo'p, mijozlarimizga $1000 qilib beramiz. Buni ana kichkintoyda akasi bilan teng. Narxi bir xil demoqchiman. Bu ham $1000, bu ham $1000 hisoblanadi. Narxi bundan keyingi 4 ta rolikli $1100 chiqadi. Bu ham juda ham baquvvat, uy sharoitida bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hali video davomida, men video tugamadi, video davomida hali men sizlarga 4-avlod mashinasini ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib, yana bir qator aytib o'taman. Videoni qisqaroq qilish uchun iloji boricha tezroq tushuntirib o'tdim. Endi nariga roliga o'zi aylanadigan modelimiz bo'lsa, narxiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa $1150 qilib beramiz. O'sha aytib o'tganimdek, mijozlarimiz uchun kanalga obuna bo'lgan, Miltronus hamda Granulator Center kanaliga obuna bo'lgan mijozlarimiz uchun maxsus chegirmalarimiz bor. Xudo xolasa, inshaalloh arzon narxlarda O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beramiz. Bemalol ekranlaringda yozib chiqayotgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol tortinmasdan. Yana bular to'g'risida men sizlarga hozir videoni qisqaroq qilish uchun aytdim, cho'zib olmaslik maqsadida. Yana qanaqa qulayliklari bor desiz, yana qulayliklari bor. Yana men sizlarga misol uchun yonimga kesalaring, misol uchun bitta ishlatib ko'rmoqchiman. Qanaqa bo'ladi? Yem chiqarib ko'rsak bo'ladimi? Retseptim bor, mana bunaqa narsalarim bor desiz. Hoji aka deyman, tayyor lokatsiyani beraman. Lokatsiya Farg'ona shahariga kirish, Farg'ona darvozasi oldida, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahariga kirish. Bemalol kelib, yem chiqarib, ko'rsatib, ma'qul kelsa, u olinadi. Ma'qul kelmasa, xijolatchiligi yo'q. Buni arzon modellarini ham keyingi videolarimizda obzor qilib o'tamiz, ya'ni tushuntirib aytib o'tamiz. Xudo xolasa, bexijolat, tortinmasdan telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Yana tushuntirib bering, yana qulayliklari qanaqa aytasiz, bemalol yana tushuntirib beraveraman. Kesiz mayatda bir kechgacha ham gaplashib o'tirib tushuntiraman. Qulayliklari juda ham ko'p. Hali buni ichini ochib yana ko'rsangiz lol qolasiz. Xudo xolasa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu narxini aytib o'tdim, o'sha $1150. Hozir videoda to'xtatib turamiz. Videoda ma'lum bir sekundga to'xtatib turamiz. Endi biz sirazi tezlashib qilib olamiz. Mana uni ulab olamiz va yem chiqarib sizga ko'rsatib beraman. Iltimos, qolib turingiz bilan. Asosiy joyiga ham yetib keldik. 220 volt tokka ulab tayyor qilib oldik granulyatorimizni. Mana bu yerda don yormasi, bug'doy yormasi va ozgina kepa aralashtirganmiz o'zimizni qo'ylarimizga, to'g'larimiz uchun. Mana bu tarafdan kiringda. Men ko'rsataman. Mana bu tarafda ulab tayyor qilganmiz. Mana bu yerdan yoqib ishlatamiz. Tokkimiz hozir 212 volt tayyor tok. Mana bismillahirrohmanirrohim. Bosdik. Mana bir xil holatda boshida ozgina qizitib olish uchun 5-10 daqiqa ozgina qizitib olib solamiz. Birdaniga solib bo'lmaydi. O'sha hozir biz ozgina qizitdik. Ana endi xudo xolasa mana sekin solsa ham bo'laveradi. Biz undan oldin ozgina qizitib oldik. Yana
birdaniga solyapsiz o'zingiz deb noto'g'ri xayol bo'lmasin. Ozgina qizitib keyin solyapmiz biz. Granulani chiqishini ko'rsating. Juda ham yaxshi holatda, chiroyli holatda. Bu granula hamda namlikni to'g'ri ushlasangiz bo'ldi. Namlikni to'g'ri ushlasangiz bir xilda chiqaveradi granula. Granula hamda afzalliklari granula hamda umuman adxod bo'lmaydi. Oddiy yemda kaloriyasi ancha yuqori bo'ladi granula yemda. Chunki o'zingiz vitamin peremishlarni qo'shasiz, misol uchun kunjara, shrut, xohlagan narsangizni qo'shib bemalol granula chiqarib, o'zingiz biznes qilsangiz ham bo'ladi. Kombikorum mahalla ko'ylardagi misol uchun nimalarga topshirib, bemalol biznes qilib, yem chiqarib, o'zingizni chorvalaringiz uchun ham bemalol yem chiqarib, yaxshi holatda parvarish qilib boqsangiz bo'ladi. Mana granula ham chiqishi. Juda qizib qaynab chiqadi bu. Ha, qaynab holatda chiqqan. Juda ham sifati zo'r, 220 volt ishlaydi. Ishlashlari nihoyatda tekis, presslari ham juda ham ideal holatda, yaxshi holatda. To'rli matrisada chiqaryapmiz hozir biz o'zimiz, o'sha to'g'larimiz, qo'ylarimiz uchun. Juda ham zo'r holatda chiqyapti. Mana bu yerga olib keling-da. Bu tarafdan olib keling-da. Mana uni ko'rsating. Batda motor amperini ko'rsatadi. Hozir 233, 234 amper bo'lsa, misol uchun volt ishlayotgan bo'lsa, hozir amperini ham ko'rsatadi sizda. Motor qanchalik quvvatda ishlayotganini ko'rsatib turadi. Hali aytib o'tganimdek. Xo'p. Mana 16 amper. 16 amperda ishlayapti. Xudo xolasa juda ideal holatda chiqayotgan ko'ryapsizlar granula endi. Juda ham zo'r. O'sha qaynab chiqadi. Bu granula endi yarim tayyor pishgan mahsulot bo'lib chiqqanning hisobiga oshqozoniga ham og'ir botmaydi. Hazm bo'lishi ham tez hazm bo'ladi, tez semirtiradi. Kaloriyasi ham oddiy yemga qaraganda ancha yuqori bo'ladi. Shuning uchun o'sha ko'pchilik granula yemga o'tishni boshladi. Hamma tushunib qolib, o'zi xohlagancha baliqlarini, misol uchun brullerlarni, jo'jalarni, mol qo'ylarini o'zi xohlagancha granula yem asosida bemalol parvarish qilib boqyapti. Ko'chadagi poddelka yemlardan bezor bo'lganlar o'zlari olib uyda o'zi uchun ishlatishyapti ham. O'zlari hali biznes qilmayman, lekin o'zimni chorvam bor, o'zimni chorvalarim bor, shular uchun o'zim boqaman. Poddelka yemdan zerikdim deganlarga mana yechim. Masa qilib uyga borib olib ishlatsangiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Yaqinroq keling-da, mana endi men sizga ko'rsataman. O'sha granula endi bir pasda chiqarib bo'ldi. Mana start stop degan knopkamiz bor-ku. Shu knopkamizni mana bitta bosamiz, avtomatik to'xtaydi o'zi. Mana shu holatda bo'ladi. Xudo xolasa mana chiqarishlari juda ham zo'r, ideal holatda. Ha, qaynaq. Sifati juda ham zo'r. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Kelishilgan holda, Xudo xolasa eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Bemalol o'sha pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Granulyator Center kanalimizga va Miltronuzga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa hali bundan ham yangilik mahsulotlar, yangi videolar, xuddi shu tipdagi hali bundan keyingi yangi avlod chiqmadi. Yangi avlodlar chiqsa yana izlanishdamiz biz. Xudo xolasa birinchi o'zimizda bo'ladi. O'zimiz olib kelib, mana shu holatda Xudo xolasa obzor qilib, chiroyli qilib videolar qilib beramiz yana. Kimga shunaqa narsa kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar tortinmasdan. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati, o'sha Farg'ona shaharga kirish, Farg'ona darvozasi oldi. Jahon bozori qurilyapti. Farg'ona darvozasi oldida, xuddi lokatsiya xuddi o'sha. Mana bu keyingi videolarimizda mana bu ikkita roliklarni ham Xudo xolasa ishlatib, shunaqa qilib ko'rsatib, tushuntirib, har xil vitamin peremishlarni qo'shib ham granula qilib chiqarib ko'rsatamiz. Bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Bundan nisbatan arzonroq, lekin xizmati o'shanaqa mashhurlarga o'xshab xizmat qiladigan, puli arzonroq variantlarini ham Xudo xolasa keyingi videolarimizda inshaalloh bo'lishamiz sizlar bilan. Videolarimiz qilib, chiroyli holatda shunaqa ishlatib, tekshirib, klientimizga mijozimizga berib yuborishdan oldin ham o'sha videolarni ulashib turamiz siz bilan. Kanallarimizga, Instagram kanalimizga, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar bilan yana tez kunda yana ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.